Diqqat, O'zbekistonda yana zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabardan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat, Qirg'iziston Respublikasida bir kun ichida 2 marta sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Seysmoprognostik Respublika markazi xabar berdi. Bugun 17-yanvar kuni soat 18:11 da Qirg'iziston Respublikasi hududida zilzila sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 215 km janubiy sharqda joylashgan. Magnituda 3.3, chuqurligi 7 km. Epitsentr Botkent, Qirg'iziston Respublikasi. Koordinatalari 40.13 daraja shimoliy kenglik, 71.28 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi quyidagicha: So'x tumanida 2 ball 22 km, Rishton tumanida 2 ball 28 km ni tashkil etgan deyiladi xabarda. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.